Sizni hayotingizda hech kim 2 sekund ham yashab ko'rmagan. Yerga urishiga, izdivatsiya qilishiga yo'l qo'ymang. Ishlaganingizdan keyin strashniy bo'lib chiqib kelasiz-ku, ularning yuzini ko'ring. Qo'pol qilib aytganda bir ikkita bor, faqat mana shu yomonlikda. O'zim azob chekkanman dafiga. Nimaga ko'pchilikning hayoti resonate qiladi men bilan? O'qishida. Chunki men bekitmayman. Yo, bro! You idiot! Maktabda ustidan kulish, kiyim olib kelmasa, kiyim kiyib kelmasa, yoki oddiy kiyim, puli kam bo'lsa, kamsitilish bo'ladi. 1-2 oy ingliz tiliga borib, hamma narsasini tashab qo'yadigan, umuman otasini, onasini, atrof muhitni, sharoitini ayblaydigan har bitta pilseriklarga boshimni usholmay bilmayman, baqir-chaqir qilyapti, nima bo'layotganini bilmayman. Shokdaman. Pichoq suyaga taqalgan. Chunki kimdir o'zini osib olishi mumkin. Kimdir mana bunaqa bo'lishi mumkin. Umid berib turarlar odam bizga. Afiyet! 15 million, 20 millionga 30 million daromadga chiqdi. Dubayga misol uchun borib keldi. O'zim o'quvchim, o'zim o'qitganman. Nimaga o'qituvchilik vaqtimga imkoniyat bermayman deb o'quvchilarimga shu imkoniyat qilib beryapman. Ya'ni uydagilarini chet elga yuborish. Va nihoyat men uylandim. Shular bilan sizlar musobaqalashyapsizlar. Shular bilan sizlar musobaqalashyapsizlar. Onasining ustidan yugurib o'tib ketmaysalarmi? Bosib harakat qilmaysalarmi? Insonlar qaranglar kuchsizligini strashniy farzand bo'lib oilangizdan chiqib keling.